charchadim. Ovqating tayyormi? Bugun ovqat qilmadim. Nimaga? Ha, uyda hech narsa qolmagan. Ha, o'tgan kuni bozorlik qilib keluvdim-ku. Mana nima qilay? Oyizladi. Nima oyim? Qanalar o'zlari? Ana, o'tiribdilar chaynalib. Tavba qildim. Odam ham shunchalik yeb to'ymas bo'ladim. Ertalabdan kechgacha ko'shingan. Hamma to'yadi, lekin oyjon to'ymaydi. Dadasi, bitta gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Bilaman, oyjonni yaxshi ko'rasiz. Men ham yaxshi ko'raman. Men ro'zg'orni siz o'ylab gapiryapman. Oyjonni qariyalar uyiga tashlab keling. Nima? Tushunmadim. O'ylab gapiryapsan. Bu nima deganing? Oxirgi gapim. Agar ularni tashlab kelmasangiz, bolalaringiz bilan o'zim ketaman. Oyi, uyda o'tiraverib zerikib ketgan bo'lsangiz kerak. Yuring, aylantirib kelaman. Sekinroq. Ehtiyot bo'ling, oyi. Voy, tinchlikmi? Qayerga ketyapsizlar? Ishing bo'lmasin. Yuring, oyi. Bolam. Biz qayerga ketyapmiz o'zi, a? Ha, oyi, bitta joyga. Menga qarang, oyi. Shunchalik qorningiz to'ymayaptimi? Bu qanaqasi? Ertalabdan kechgacha chaynalib, qovshanib yurasiz. Gapiring. Ha, bolam. Yana bilasan, tishlarim yo'q. 3 kun oldin og'zimga turshak solib yurgan edim. Shuni endi yeb bo'ldim, bolam. Onaginim senday yaqin do'st yo'q ekan. Alo, bolam, Oyi, yaxshimisan? tinchlikmi? Ha, tinchlik. Senga gapim bor edi. Tavba qildim. Shu gap soat yarim kechasi 12 da aytish shartmi? Ertaga telefon qilsangiz bo'ladi-yu kunduzi. Voy bolam, uxlayotganmiding? Ishdan charchab kelganman. Bir og'iz gap xolos. Xo'p, bezovta qilmasdan ertaga aytsangiz bo'ladi-yu. Bundan ro'ppa rosa 30 yil oldin xuddi shu soatda sen ham meni bezovta qilganding. Tug'ilgan kuning bilan bolajonim. Mehribonim onam, beozorim onam.